Roligimizda darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Oxirigacha ko'rsalang manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa, shu darvozadan boshlab qo'ya qolaman. Darvozani ko'rishlaring mumkin. High-tech uslubda neklassik darvoza, xudo xolasa, darvoza 2 qavatli variantda bo'lgan. Отдельный kaletkali, taglarimiz shivellar, yondonlarimiz shivellarda bo'lgan. Darvozamiz enigi 367. Darvozamiz enigi 367, shu 370 joyga tushaveradi. Zazor bilan qilib qo'yganmiz. Bo'yiga 360, tepa qismlarini skvazno qo'yganmiz. Profillarimiz 1.7 tenkada bu joylarni ko'rib turibsiz. Qora nerjevenkadan jilov berganmiz. Misol zakaz qilaman desangiz, nerjevenkasini sariqlikdan olmasangiz, sariq ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa. O'zi bejirim yarashib turibdi. Bu joylari o'sha 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan bu darvozamiz. Darvozamiz zakazga 1 million 200 ming so'mdan boshlab 1 million 500 ming so'mgacha chiqadi materialiga qarab. O'sha 1 qavat, 2 qavat, 3 qavatli variantda chiqaveradi. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa zakazga ham qilib beraveramiz. Bu darvozani aksiyaga qo'yganmiz. Razmerlarni eslatib o'taman. 367 ga 360 aksiya narxi. 1 million so'mdan kelib olib ketaverasiz darvozani. 1 million so'mdan xudo xolasa olib borib ustanovka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlar, Voqa, boshqa viloyatlarga dastavkamiz kelishuv asosida. Zakaz qiladigan bo'lsalaring, aytib o'taman. Ko'pchilik telefon qilyapti-da, shunaqa aksiya qilibsiz deydi. Faqat aksiyaga razmeri tushgan xonadonga aksiyalarimiz. Kimdirlar xursand bo'lib qoladi. 1 million so'mdan xudo xolasa o'rnatib beraveramiz darvozamizni. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz ham shu lazer fason darvoza. Bu 5 shumka bo'ladi, lekin 2 qavat hisoblanadi. 2 qavatli, 3 qavatli variantda chiqadi bu darvozamiz. Qarang. Tushuntirib o'taman. Orqa 1.8 i oldi qismi mana lazer joylari ham, simala joylari ham 1.8 da. 5 shumka bo'ladi. Agar shumkali deydigan bo'lsangiz, hop, o'tda faqat 1.8, orqasi polni stiklovas solib turib, undan keyin yana orqasiga 1.5 lisbos beramiz. 3 qavat hisoblanadi. Buni lazeri bilan 3 qavat hisoblanadi. Hop, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, razmerimiz eniga 355, bo'yiga 330. Darvoza oldiga ochiladi, kalitkasi o'ng o'rta. Buni ham aksiyaga qo'yganmiz. Aksiyaga xudo xolasa kimni xonadoniga tushsa. Ha, yana bir gap, misol uchun mana aksiyaga qo'yganmiz. Menga mana lazerini qora qilib bering desang, qora desalar ham qora ham qilib beraman shuni. Ustida qora qoplab beraveraman. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsa 950 ming so'mdan kimni razmeriga tushsa 355 ga 3.5 darvozamizni olib borib ustanovka qilib beramiz vodiy bo'ylab. Zakazga 1 million 200 ming so'mdan boshlaymiz. 1 million 400 ming so'mgacha bu zakazga. Aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa yana chegirmalarni qilib beramiz. Razmerlar eslab qoling. 355 ga 330. Eniga 355, bo'yiga 330 darvoza. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shu skronli darvoza. Soqqali fason darvoza deyiladi. Soqqali fason, bu ham 2 qavat shumkali variantda bo'lgan bu darvozamiz ham. 3.5 darvoza. 3.5 darvoza. Darvoza 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan darvoza. Hop, to'qima profillari ham hammasi qalin variantda bo'lgan. Bu darvozamizni ham aksiyaga qo'yganmiz. Hop, tepa qismi yopiq bu holat darvozamizni. Taglarimiz ko'rib turibsiz. Profil bo'lgan yondorlar. Nimaga arzon deyishlaring mumkin? Yondorlarga o'sha reklamaga qilganmiz, profil ishlatganmiz. Tushuntirib o'taman. Yondorlar 8x8 profil ishlatganmiz, shivellar qilmaganmiz. Shuning uchun aksiyaga qo'yganmiz sotuvga. Xudo xolasa xizmat qilaveradi, shivellarda xizmatini qilaveradi bu ham. Garantiyasi bor. Kraskalar, devo kraska bo'lgan, kelasizlar, yoqtirasizlar, joylaringga tushsa xudo xolasa darvozani kvadratini, mana shu darvozani bomba qilib beraymi? 900 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman vodiy bo'ylab. 3.5 900 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Zamonlargacha qo'yib beraman, full variantda, xudo xolasa. Chiroyli, o'sha original Zuber zamonlargacha qo'yib beraman darvozani. Zakazga 1 million 100 ming so'mdan darvozani 1 million 300 ming so'mgacha qilib beraman. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha qilib beraman. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz afsona fason darvoza. Ko'rishlaring mumkin. Bu ham 2 qavatli. Buni ham aksiyaga qo'yganman. Ko'rishlaring mumkin. Отдельный kalitkali bo'lgan. Hop, tepa qismlarini skvazno qo'yganmiz. Listlar 1.8 da shumkali, xudo xolasa. Bu joylarga kraskalarni sepganmiz. Hop,
Bu joyi 8x8 profil bo'lgan. Darvozani eni 390, bo'yiga 360. 390 ga 360. Mana shu darvozani ham aksiyaga qo'yganman. Kimni xonadoniga tushadigan bo'lsa, vodiy bo'ylab buni ham olib borib ustanovka qilib beraveraman. Olib borib ustanovkasini qilib beramiz 950 ming so'mdan. Kvadratdan 950 ming so'mdan olib borib qo'yib beraveraman. Muammosi yo'q, jaqqa javob. Nimaga desalaring, misol uchun o'sha materiallarda o'sha profil ishlatgan shivellar bilan misol uchun metrida 40 ming 50 ming farqi bo'ladi. Buni to'g'ri tushunasizlar, lekin xizmat qiladi javob. Stenkasi ham 8x8 ikkilik stenkada bo'lgan, bu ham ko'taraveradi javob. Yo'qsa olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha qilib beramiz. Zakazga 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha qilib beraveramiz. Endi bitta narsani hisobga olinglar, yo'lni bo'yi chang-chung bo'ladi. Misol har kuni suv sepamiz, yuvamiz darvozani, misol bir qator yana yengil kraskasini sepib beramiz. Kraskalarga xudo xolasa 5 yil garantiya, bir qator yengil kraskalarni sepib olib borib ustanovka qilib beraveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo yana bir darvozani mana ko'rdilaring. Syomka jarayonida qisqacha bo'lsa ham yana to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Shu Hightech bo'lsa 2024 da trendga chiqayotgan darvozamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz haqida endi qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamizga qanaqa material ketgan, qanaqa detal ketgan, hammasini to'liq aytib o'tamiz. Kimgadir foydali bo'lsa, manfaatli bo'lsa, albatta aloqa chiqarasizlar. Darvozamiz, yondorlarimiz tagi tepa qismlari hammasi 12 lik shivellardan foydalanganmiz. Darvozamiz отдельный kalitkadan bo'lgan. Xo'p, bu joylariga 12x8 profildan 2 lik stenkasidan foydalanganmiz. Listlarimiz shu 1.8 listdan bo'lgan, Hightech variantda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tomoni ham 1.8, oldi gibkilari ham 1.8, shu joylari polni utepleniya bo'lgan darvozamizda. Darvozamiz отдельный kalitka bilan ko'rishlaringiz mumkin. Bu joylari o'sha lazerdan bo'lgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Lazer shu joylar 3 qavatga aylanib ketgan. Orqa tomon polni ashibga, o'ttida lis, oldidan yana 1.8 lazerdan foydalanganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz o'ta bejirim chiqdi, xudo xolasa joyiga o'ta klass o'rnadi. Assalomu alaykum do'stlar, xudo xolasa yana bir darvozamiz, Samarqand Fuson darvozamiz shu joyga olib keldik. Xudo xolasa chiroyli ustanovka jarayonlarini qisqacha bo'lsa ham video qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsaning, batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz darvozamizda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Yana bir darvozamizni Andijon viloyatiga olib kelib o'rnatdik. Shu 2023-2024 da yana trendda bo'layotgan Samarqand Fuson darvozamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Darvoza o'ta bejirim chiqqan. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berishdan oldin albatta kanalimizga yangi bo'lganlar podpiska tugmachasini bosib qo'yasizlar. Malol kelmasa bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Yondorlarimiz o'nlik shivellardan foydalanganmiz, taglarimiz ham o'nlik shivellardan foydalanganmiz. Darvozamiz 2 qavatli variantda bo'lgan. Olti ko'turlarimiz 1.7 stenkada, listlarimiz 1.8, oldidagi shershaviy listlarimiz 1.2 stenkadan foydalanganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Yoniga o'sha darvozamiz yoniga 30 dan nalishga chiqqan. Tepasiga endi zakasni bo'lgan, tepasiga o'sha 20 nalishga chiqarganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Orqa tomonlarni ham bir qator ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, orqa tomonlari shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Necha qorong'iroq. Necha qorong'iroq bo'lib qoldi mana. Ancha qorong'ilashib ketdi. Orqa ko'rinish shu holatda bo'ladi. Agar buni 3 qavatli variant deydigan bo'lsalar, 3 qavatli variant ham qilsa bo'ladi. Shu ko'rinishi profillari ko'rinmaydi. Orqasiga tekis list bo'lsangiz, polni utepleniya bo'ladi 3 qavatli variantda. Shu holatda bo'ladi 3 qavatli variantda. Darvozamizda endi ko'rishlaringiz mumkin. Buni har xil vibrlari bor albatta. Aloqachi sizlarga tashlab beramiz. Hurmatli obunachilar, yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot beraylik degan maqsadda qisqacha video tayyorladik. Qisqacha bo'lsa ham arzon variantimizdan qimmat variantda 2024 da trendda bo'layotgan darvozalarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna tugmachasini bosib qo'ysalaring, muntazam biz ish jarayonlarimizni kuzatib borasizlar. Doim xizmatlaringda o'zimiz borib, xudo xolasa chiroyli qilib ustanovkalarni qilib, o'zimiz borib o'lchamlarni olamiz. Endi kanalda yangi bo'lganlar podpiska tugmachasini bosib qo'ysanglar, muntazam ish jarayonlarini kuzatib borasizlar. Endi darvozalarimizni eng qimmatdan eng arzon variantlariga tanishtirib o'tamiz. Eng arzon variantlardan boshlaymiz. Xo'p. Ko'rishlaringiz mumkin. Hightech taroq uslubda bo'lgan darvozamiz. Darvoza o'ta bejirim chiqqan. Darvozamizni endi qisqacha bo'lsa materiallar haqida har doim aytib o'tamiz. Yana bir bor takrorlab o'tamiz. Darvozamiz, yondorlarimiz 8 ga 6 1.3 stenkada bo'lgan. 8 ga 6 1.3 stenkada bo'lgan. Olti ko'turlarimiz 1lik stenkada bo'lgan. Listlarimiz 0.9 variantda bo'lgan. Taglarimizga shivellar qo'yib bergan 1 kvadrat metr 500 ming so'mdan.
darvozamiz 1 kvadrat metr 500 ming so'mdan tushuntira oldim degan umiddaman. Yana bir bor takrorlab o'taman. Shu dislarimiz 09 birlik profil, taglarimiz shiveler, yondorlarimiz 8 ga 6, 1.3 stenkada bo'lgan, kvadrati 500 ming so'mdan. Buni shu 600 ming so'mlik varianti bor, 550 ming so'mlik varianti bor. Materialga qarab narx-navosi oshaveradi. Xo'p, keyingi darvozamiz high-tech uslubda bo'lgan. High-tech uslubda ko'rishlaringiz mumkin, gibrid variantda bo'lgan. Darvozamiz bu o'shalarga high-tech uslubda bu joylarga nerjivenka yopishtiradigan bo'lsak, narx-navosiga ozgina qo'shiladi. Bu darvozamiz hozir shu ko'rinishda 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan, yondorlari 8 ga 8, 1.5 stenka, taglarimiz 8 lik shevellarda, 6 ga to'rlarimiz 1.3 stenkada bo'lgan, listlarimiz ham 1.3 stenkada bo'lgan. 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Agar shu joylariga nerjivenka yopishtirib, nerjivenka qiladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. 650 ming so'mdan, xudo xolasa Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga dastavkalarimiz kelishuv asosida. Dastavkalarimiz kelishuv asosida. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz shu high-tech uslubda bo'lgan. Bu ham 2 qavatli variantda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin, ponni shumka bo'lgan. Darvozamiz orqasi 1.8, oldilari ham 1.8 lisdan foydalanganmiz. Orqasi ponni ashibga bo'ladi, tekis holatda bo'ladi, oldi shu ko'rinishda bo'ladi. Hop, yoniga 20 sentdan nalichka chiqarganmiz. Bu joylarga nerjivenka qilib berganmiz. Nerjivenka demasangiz, kraskani o'zida ham chiqarib beraveramiz. Uni ahamiyati yo'q, xudo xolasa. Mana zamoylarga joy ochganmiz. Yaqinroq kelsangiz, mana pon to'planib bo'lgan, mana steklavatlarni ham ko'rishlaringiz mumkin, mana. Steklavatlarni solib, ponni shumka bo'lgan darvozamiz. Hop, bu darvozamiz 1 kvadrat metri, xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, 1 million 300 ming so'mdan. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, 1 million 300 ming so'mdan yetkazib olib ustanovka qilib beramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hop, keyingi darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. 2024 o'sha trendda bo'layotgan soqqa fason darvozamiz. Bu ham haligi skronli variantda bo'lgan, ortiqcha bezagi yo'q, boshqasi yo'q, 2 qavatli variantda bo'lgan. Yondorlarimiz 10 ga 10 2 lik stenkada bo'lgan. Xohlasangiz buni shiveller qilib beramiz. 12 lik shiveller qilib beramiz. Xohlasangiz 10 ga 10 2 lik stenkada qilib beramiz. Listlarimiz orqa tomonlari ham 1.8 list bo'lgan, oldi ham 1.8. Shu joylari ponni to'planib bo'lgan darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Hop, 2-2larimiz ham ponni o'sha qalamda 1.5 stenkadan foydalanganmiz. Darvozamiz 2 qavatli variantda ko'rishlaringiz, tepasidan skvozna qilganmiz. Yopiq desalar, yopiq qilib berishimiz mumkin. Bu darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa yetkazib olib ustanovkalarni qilib beramiz. O'zimiz chiroyli qilib ustanovkalarni qilib beramiz. Hop, keyingi darvozamizga o'tamiz. Hop, hurmatli obunachilar, keyingi darvozamiz shu shtamfovni pechat darvozamizda arzonroq variantda ko'rishlaringiz mumkin. Bu haligida boshqacha variantini ko'rsatdik. Buni ham o'sha yondorlarimiz 8 ga 8, 8 ga 6, 1.5 stenkadan foydalanganmiz. Listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan, 6 ga to'rlar ham 1.3 variantda bo'lgan. Bu darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamizda endi kimdirga hashamdor darvoza yoqishi mumkin. Keyingi darvozamiz shu guldosh vafli deb nomlangan. Buni ham materiallar keladigan bo'lsak, bu ham o'sha qalin variantda 1.3 variantda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Shu yondorlarimiz 8 ga 6, 1.5 stenka, taglarimiz 8 lik shiveller, 6 ga to'rlarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Bu darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, bu darvozamizdan 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan. 550 ming so'mlik varianti ham bor. 500 ming so'mlik varianti ham bor. Shu bu 600 ming so'mlik varianti, rangi ham ko'rishlaringiz mumkin, o'ta bejirim chiqqan. Xudo xolasa kraskasiga, boshqasiga garantiya, xudo xolasa 3 yildan 5 yilgacha garantiyasini beramiz. Hop, o'tdik, high-tech fason darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham tanishtirib o'tdik. Yana takror tanishtirish shartmi? Hop, keyingisi o'sha yangilik darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Shu Dubai fason darvozamizni Dubai fason darvozamiz shtamfovni varianti ko'rishlaringiz mumkin. Bunga ham ishlagan materiallar keladigan bo'lsa, yondorlarimiz 8 ga 6, 1.5 stenka, taglarimiz 8 lik shevellerdan, 6 ga to'rlarimiz 1.3 variantda bo'lgan, listlarimiz ham 1.3 variantda bo'lgan. Ruchkalarni ham ko'rishlaringiz mumkin, o'ziga bejirim qilib yarashib turibdi. Xudo xolasa ponni nerjivenkalarni qo'yganmiz. Darvozamiz endi kvadratga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan. Toshkent va Vodiy bo'ylab voha tomonlarga kelishi asosida. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Dubai fason darvozamiz o'sha shtamfovni varianti. Buni original varianti 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan. Aloqaga chiqsalar, vibrlarni tashlab berishimiz mumkin. Hop, keyingi darvozamizga
Hop, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz shu haytik uslubda bo'lgan, bu ham skronniy varianti bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Yondonlarimiz 12 shevler, taglarimiz 12 shevlerda bo'lgan. Olti ko'turlarimiz 1.7 tankada bo'lgan, listlarimiz 1.8, oldi ham 1.8 varianti bo'lgan. Bu joylar polni o'tibini bo'lgan. Bu joylari ham polni o'tibini bo'lgan. Shu joylarni klassikadan chiqarganmiz. Agar xohlasangiz bu joylarga lazer qilib berishimiz mumkin. Telegram yo WhatsAppdan aloqa qilsalaring, vibrlarni tashlab beramiz, hurmatli obunachilar. Darvozamiz xudo xolisa o'ta cho'tki chiqqan, baquvvat darvozamiz. Tepalarni skvozniy yopib bersalar, yopib berishimiz mumkin. Bu darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr darvozamiz 1 million 300 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dostavka stanovkalarimiz bor. Keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz hamyon bob, cho'ntak bob desa bo'ladi. Reflonka fason darvozamiz. Bu darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz yondorlarimizga keladigan bo'lsak, yondorlarimiz 8 ga 6 1.5 stenkadan foydalanganmiz. Profillarimiz 1.3 variantda, listlarimiz ham 1.3 variantda sharmanka list deydi. Reflonka list deymiz biz, ko'pchilik sharmanka deydi. Bu joylari 3.2 1.5 stenkadan foydalanganmiz. 5 rullarga ham 3.2 dan foydalanganmiz. Bu joylari 2 ga 1 dan bo'lgan, taglarimiz shevellarda bo'lgan. Darvozamiz qo'l mehnat darvoza, 1 kvadrat metri darvozamizda 700 ming so'mdan boshlaydi. Buni endi qalinroq variantda qilaylik deydigan bo'lsalaring, aloqa qilsalaring tushunchasini beramiz. Misol uchun listlarini 1.3 emas, 1.8 da 6 ga to'rlarini 1.3 emas, 1.5 yo bo'lmasam 1.7 stenka desalaring 50 ming so'm, 100 ming so'm razlisa qilishi mumkin narxinglar. Kvadratiga misol uchun kvadratini 700 ming so'mdan qilib beradigan bo'lsa, 750 ming so'm, 800 ming so'mdan qilib beraveramiz darvozamizni. Shu qalinroq variantda qilib beraveramiz. Keyingi darvozalarimiz ham shu shtafurka, pechat darvoza. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jirakapa qishlog'ida joylashgan. Shu ish faoliyati bilan xudo xolasa 8 yildan oshdi, 9-yilga qarab ketyapti. Darvozalarimiz sifatiga, garantiyasi, kraskasi xudo xolasa garantiyasini beramiz. Shu qo'l mehnat darvozalarimiz 5 yilgacha, hop, shtafovniy pechat darvozalarimiz 3 yilgacha garantiyasini beramiz. Kraskasi boshqasi ko'chadigan bo'lsa, albatta o'zimiz borib servis xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarimizni ekranlarda qoldiramiz. 93 kodi bilan 403 66 00 raqamiga aloqa chiqarasizlar. WhatsApp, Telegram, imo hamma ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Aloqa chiqsalar, albatta o'zimiz borib o'lchab olamiz, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmachalarini bosib qo'yasizlar, kanalimiz rivojlanishi uchun albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.